AQSh va Isroilning Eronga hujumi ortidan neft hamda oltin narxlari qimmatlasha boshladi. Dushanba kungi savdolar boshlanishi bilan Brent nefti narxi 14% ga o'sib, barreliga $82.4 ga yetdi. Bu 2024-yil iyuldan beri qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkich. Ekspertlarning prognozlariga ko'ra, agar mojaro uzoq vaqt davom etsa, hamda neft infratuzilmasiga hujumlar va savdo yo'llarining to'sib qo'yilishi kuzatilsa, neft narxi $100 dan ham yuqoriga ko'tarilishi mumkin. Mojaro keskinlashgani fonida oltin ham qimmatlashdi. 2-mart kuni savdolar boshida 1 troya unsiya qimmatbaho metal bahosi $5393 ga ko'tarildi va yanvar oyi oxirida qayd etilgan qariyb $5600 lik rekordga asta-sekin yaqinlashyapti. Shu bilan birga harbiy harakatlar gaz narxlarining ham keskin qimmatlashishiga olib kelishi mumkin. Global suyultirilgan tabiiy gaz savdosining taxminan 5dan 1 qismi Hormuz bo'g'ozi orqali amalga oshiriladi. Eron o'z hududiga berilgan zarbalardan keyin mazkur bo'g'oz orqali savdolar to'xtatilishi e'lon qilindi.